Mana bugun 27 dekabr 2025-yil. Shunday. Kelgan kuningiz nima muammo bilan, qanaqa kasalliklar bilan kelgan edingiz? Kelganimda vahima bor edi. Vahima kasallik bor edi. Shu vahima kasallik bo'lganda ko'pchilikda yopishqoq kasallik ham bo'ladi, yopishqoq xayollar. Mana shu yopishqoq xayol bormidi sizda ham? Bor edi. Bor edi. Shu kasalliklar necha yildan beri sizni bezovta qilardi? 4-5 yildan beri. 4-5 yildan beri. Nega Ahmadjon Hasanovga darrov kela qolmadingiz? Men o'zi Rossiyada edim. Aha. Shu kasallik bo'yicha kuzatib, sizni ko'rib qoldim 2 yil oldin. Aha. 2 yildan ham oshdi. Aha. Mana O'zbekistonga keldim, kelyapman sizni kursingizga qatnashishga. Uzoqlik qiluvdi, Rossiyada bo'lgani uchun kelolmadingiz-da. Shunday. Ko'pchilik ishonolmaydi. Ahmadjon Hasanovni yolg'onchi deydi, hech qachon dori darmonsiz sog'aytirib bo'lmaydi deydi. Chunki men ularni to'g'ri tushunaman. Ularning ongiga faqat o bemorni dori darmon bilangina sog'aytirib bo'ladi degan fikri borda, lekin kasallikning sababini yo'qotsa, sog'ayib ketishini ular hali biror joyda ko'rmagan. Mana shu muammolar bilan mana nasib dekabrda keldingiz. O'sha yopishqoq fikr, vahima kasallik nima bo'ldi bu yerga kelganingizdan keyin? Yo'qolib ketdi. Necha kunda yo'qoldi? Menda shu bir haftadan keyin 7-8 darslarga keyin o'zi tushunib yetdim. Yo'qoldi keyin o'shandan keyin. Yana nima bezovta qilardi sizda? Qabziyat bor edi. Qabziyat necha yildan beri bezovta qilardi? Qabziyat yaqinda paydo bo'lib qoldi-da, bu 1 yil bo'lmadi o'zi. Bir 4 oy ham deya qoling. Shunday bo'ldi. Hozir ichingiz qanday? Ichim zo'r. Yaxshi yurishdimi? Yaxshi, o'zi Necha kunda ichingiz yaxshi yurishib ketdi? 2-kundan. 2-kunda. Esingizda qon bosim kasalligi ham bor degandingiz. Qon bosim nechaga ko'tarilardi? Qon bosimim 170-180lar bu yer edi. Tekshirtirganim shunday bo'lganda, endi ko'tarib ketgan payt. Hozir kelganingizdan keyin qon bosimingiz oshdimi? Kelganimda oshgan. Dori o'zi birinchi kundan olib kelmadim, ichganim yo'q. Normal. Dori ham ichmayapsiz, qon bosim ham oshmayapti. Shunday. Mana shuncha kundan beri qon bosim ko'tarilmay qoldi. Yo'q. Значит, u qon bosim joyiga keldi. Yana nima bor edi? Grija bor. Umurtqa pog'onani qaysi qismida? Beldami, ko'krakdami? Belda. Belda nechta grija bor edi? Bitta. U grijaga necha yil bo'ldi? U grijani bilganim 2018 bilganman. 2018 bo'layotgan bo'lsa, yoqdan 2 yil, bu yoqdan 7 yil bo'libdi-da. Belingiz og'rib yurarmidi? Og'rib yurardi. Davolandingizmi grijada? Ko'p davolanganman, har xil joyga. Vaqtinchalik yaxshi bo'lib, keyin yana og'rib qolaverarmidi? Shunday. Hozir belingizda og'riqlar bormi, yo'qmi? Belimda yo'q. Belingizni bunday qimirlatalasizmi? Qimirlataman, bilmayman. Og'riyaptimi, og'rimayaptimi? Yo'q. Sizda grija bormi, yo'qmi? Yo'q. O'sha spazmni qo'yib yuborgandan keyin bel og'rimay qolgan. Yana nima bor edi? Og'riq ko'cha yurardi, ko'chma og'riq. Qayerga ko'proq ko'chardi? Ko'pincha ikkita kurakni o'rtasidan boshlanadi-da, orqadan. Keyin shu yonboshga ko'krak sohalariga. Keyin har kuni har xil joyga ko'chaydi. Oshqozonda, tizzalada paydo bo'lib qolmasmidi? Bo'laydi. U nima bo'ldi? Bu ham yo'qoldi. Necha kunda yo'qoldi? Og'riq 10 kunlarda yo'qoldi-da. 10 kunda yo'qolib ketdi. Kamayib u yo'qolib ketdi. Yana nima bor edi sizda kelganingizda? Asabiylik. Siz asabiy salga so'kinib, jahl qilib. Yo'q. Hozir asablar qanday? Hozir zo'r. Endi uyga borganda unaqa asabiy asrorni ko'radimi uydagilar yo ko'rmaydimi? Yo'q, endi ko'rmaydi. Endi bag'ri keng, mehribon asrorga aylanib qoldingizmi? Xuddi shunday. Zo'r. Umumiy olganda sog'lik necha foizga tiklandi? Sog'lik 100%. 100%. Odam dori darmonsiz sog'ayar ekanmi? Sog'ayar ekan. Ko'pchilik belki kelib ko'rmasdan turib Ahmadjon Hasanovni sen mashinliksan deydi, yolg'onchisan deydi. Men shunaqa ekanmanmi? Yo'q, boshida men ham shunday o'ylardim. Qanday? Tuzaladimi, tuzalmaydimi bu? Chunki men shuncha yil har xil joylarga borib davolanganman. Davolanish vaqtida normal bo'lgan. Keyin yana oldinga deb qolavergan. Qaytalab qolavergan. Men ham ikkilanib, kelsammi kelmasam keluvdim, yo'q, zo'r. Hozir kasalliklaringizni kelib chiqqan sababini tushunib oldingizmi? Tushundim. Sababi ichingizda bartaraf qilindimi? Qilindi. Endi siz kasal bo'lasizmi? Endi bo'lmayman.
endi sizda bunaqa kasalliklar paydo bo'lmaydi.